Ha do'stim, alamingni o'tdan olyapsan, nima bo'lyapti? Do'stim, labo ham haydadim, Isuzu ham haydadim. Laboda borsam sig'mayapti materiallar. Yuklar sig'mayapti. Isuzuda borsam joy ortib qolyapti. Do'stim, shu ham muammomi? Yur, men senga zo'r mashina ko'rsataman. Bu zo'rku bu. Labodan katta, Isuzudan kichkina. Bor ekan-ku do'stim, oldinroq aytsang bo'larmidi? Meni qiynamay. Bu mashinalar haqida ozroq ma'lumot bersang, atay do'stimni olib kelgan xursandligini qarang buni. Siz ko'radigan avtomobil yakkabalon T30 bo'ladi, gazli, benzinli hammasidan bor. Bunisi pushkalon bo'ladi. Bunda ham gaz, benzin hammasidan bor ekan. Aka, sizlardan mashina xarid qilsa, bonusiga $100 beryapsizlar ekan. Shu gap hali ham o'sib ketadimi? Bor aka. Hozir ham bizdan kelib xarid qilgan har bitta mijozga $100 dan naqd pulda bonus bilan chiqarib beramiz. Manzilimiz Jizzax viloyati G'alla Arol tumanida, O'smat Pog'orodda joylashgan, svetoforning oldida. Yana ham tushunmaganlarga telefon raqam qoldiramiz.